Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo. Hurmatli o'quvchilar. Xo'p, biz koreys tili darslarimizni 0 dan boshlab o'rganib kelyapmiz. Bugun Xudo xolasa 10-darsimiz. 10-darsda biz kgonin, igonin, chogonin degan qo'shimchalarni o'rganib chiqamiz. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Bismillah. Xo'p, kelinglar, nimalarimizni o'rganishdan oldin, bugungi qo'shimchalarimizni o'rganishdan oldin lug'at mashqlarimizni biroz bajarib olamiz. Xo'p, bu yerda sinfxonaga aloqador, sinfga aloqador va maktab o'quv qurollariga aloqador lug'atlar bor. Shu lug'atlarni biz hozir birma-bir yozib chiqamiz. O'tgan darsimizda bu lug'atlarda berilgan edi. Hozir endi takrorlab ko'ramiz. Eslab ko'ramiz, to'g'ri? Xo'p, birinchi ko'rsatayotgan belgi bilan ko'rsatayotgan narsa bu stul bo'ladi. Stulni biz nima derdik? Stulni ija. Xo'p, uysini o'zi yozib bergan, ija. Bu stul degani bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda sumkani ko'rsatyapti. Sumkani biz nima derdik? Sumkani biz bang deymiz. Bang. Kasini yozib qo'ygan, biz bang keyingi bo'g'indagi bang so'zini yozsak kifoya. Bang. Endi bu yerda partani ko'rsatgan. Parta hamda stolni bir so'z bilan atardik. Parta va stolni biz nima derdik? Parta va stolni biz sang deb ataymiz. Cheksang bu parta va stol. Hop, endi ikkinchi rasmga o'tadigan bo'lsak, bu daftar, oddiy daftar. Daftarni biz ikkinchi bo'g'inni yozib bergan, biz birinchi bo'g'inni yozishimiz kerak. Daftarni esa kongchek deb nomlaymiz. Kongchek. Hop, keyingi nimamiz bu o'chirgich. O'chirgich bu oxirgi bo'g'in yozilib bergan. Bu chiuge. Hop, bunisi endi oddiy kitob. Kitobni biz chak deb ataymiz. Chak. Hop, keyingisi bu yerda ruchkani ko'rsatib qo'ygan. Ruchkani ham birinchi bo'g'ini yozib bergan. Pol deb, ikkinchi bo'g'ini pen bo'ladi. Polpen deb yoziladi. Hop, keyingisida bu qalam. Qalamni birinchi bo'g'ini yozib qo'ygan. Biz esa ikkinchi yonpil degan bo'g'inni yozishimiz kerak. Yonpil demak qalam bo'ldi. Hop, yana bir qator qaytarib o'tamiz, kelinglar. Ija, stul. Cheksang bu parta. Kabang bu sumka. Sumka. Hop, chak kitob. Kongchek bu daftar. Hop, chiuge bu o'chirgich. Hop, polpen bu ruchka. Oddiy sharikli ruchkalar. Hop, yonpil esa bu qalam degani. Hop, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi bugungi mavzuyimizga o'tsak. Hop, bugungi mavzuyimiz bu qo'shimcha yoki oddiy ibora deyishimiz mumkin. Bu grammatika, diyon deymiz. Bular igonin, kgonin, chogonin bo'lib, bu so'zlarimiz ko'rsatish olmoshlari hisoblanib, igosin, kgosin, chogosin degan bundan oldingi darslarimizda ko'rsatish olmoshlarini o'rgangandik. Shu so'zlarni, shu ko'rsatish olmoshlarini qisqartirilgan shakli hisoblanadi. Oddiygina qisqartirilgan. Endi buni mavzu qilib o'tishimizning sababi odatda bu narsalar qisqartirilib, bu to'liq kelgandan ko'ra qisqartirilib ham tez uchrab turadi. Xo'p, endi
igonin so'zimiz bu gapirayotgan odamga yaqin bo'lganda. O'zi tarjimasi bu narsa degani bo'ladi. O'zi asli mana i degani bu bo'lyapti. Got degani narsa bo'lyapti. Esinglarda bo'lsa, igosinni qisqartirilgan versiyasi bu igonin bo'ladida, tarjimasi bu narsa bo'ladi. Gapirayotgan odamga yaqin bo'lganda. Xo'p, endi shunga aloqador nimani ko'ramiz? Igonin moye yo'q deyapti. Igonin moye yo'q. Bu narsa muo deganimiz esinglarda bo'lsa, muo bu nima degani edi. Igonin moye yo'q. Bu narsa nima desa, bu endi nima deyapti ekan? Sajon yo'q. Sajon degani bu lug'at degani. Bu narsa nima desa, lug'at deyapti ekan. Xo'p, keyingisi Kgonin bu kgosin. K deganimiz u degani edi. Gotimiz yana narsa. U narsa kgosin so'zini qisqartirilgan versiyasi hisoblanadi. Tarjimasi u narsa bo'lib, endi gapirayotgan odamga biroz uzoqroq bo'lganda. Gapirayotgan odamga birozgina uzoq bo'lganda. Xo'p, bu bilan buni farqini ko'ryapsizlar. Bunda yonma-yon, qo'li yetadigan darajada yaqin turibdi. Shuning uchun bu narsa bo'lyapti. Endi jicha 2 qadam, 3 qadam orqaroqda yoki uzoqroqda deyishimiz mumkin. Bu holatda demak biz kgonin yoki kgosin u narsa ko'rsatish olmoshini ishlatamiz ekan. Xo'p, kelinglar o'qiymiz. Kgonin moye yo'q. Kgonin moye yo'q. U narsa muo nima? U narsa nima desa, bu yana sajon yo'q. Lug'at deb aytyapti ekan. Keyingi so'zimiz chogonin. Chogonin bu anavi narsa bo'lib, chogosinni qisqartirilgan versiyasi hisoblanadi. Chogonin yokida chogosin anavi narsa. Endi buni gapiruvchi va eshituvchiga ham uzoq bo'lganda, anavi narsa desak, uzoq degan, anavi deb turib o'zimizda ham tez ishlatiladigan ibora bor. Xuddi shunga o'xshagan gapiruvchiga ham, eshituvchiga ham ancha uzoqda bo'lgan narsani ko'rsatib, u haqida suhbat olib borayotganimizda ishlatamiz. Xo'p, endi chogonin moye yo'q deb aytyapti. Chogonin moye yo'q. Anavi narsa nima deyapti? Anavi narsa nima desa, bu she'rga sajon yo'q, sajon lug'at deyapti. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Igonin, kgonin, chogoninlar bu oddiy ko'rsatish olmoshlar bo'lib, igosin, kgosin, chogosinni qisqartirilgan varianti, qisqartirilgan versiyasi hisoblanadi. Igonin bu narsa, kgonin u narsa, chogonin bo'lsa anavi narsa bo'ladi. Xo'p, kelinglar endi buni mashqlar orqali mustahkamlab ko'ramiz. Xo'p, tasavvur qilinglar, bu ruchka kitobni o'zidan rasm oldim. Haykalga yurmaysizlar. Xo'p, endi masofa ancha uzoq deymizda, shuning uchun chogonin moye yo'q deyapti. Chogonin moye yo'q. Esinglarda bo'lsa, chogonin bu anavi narsa deyotgani edi. Anavi narsa moye yo'q. Nima deb savol beryapti. Anavi narsa nima? Xo'p, endi kelinglar buni javobini yozib ko'ramiz. Anavi narsa nima bo'lsa, biz endi anavi narsa bu nimaga o'xshayapti? Bu ruchka deymizda, anavi narsa ruchka deb turib javob yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, chogonin ruchkani polpen dedik. Polpen. Endi gapni yakunlaymiz. yo'q. Xo'p, patchim borligi uchun qo'shamiz. Buni oldingi darslarda o'tganmiz. Xo'p, chogonin moye yo'q. Anavi narsa nima? Chogonin polpen yo'q. Anavi narsa ruchka degan javob bo'ldi. Keyingi mashqimiz. Endi masofasini ko'ryapsizlar. Masofa ancha yaqin, qo'l yetadigan darajada. Shuning uchun igonin so'zini ishlatilgan. Igonin degani bu narsa degani. Bu narsa. Xo'p, keyingisi shige. Shige bu soat. Shige soat. Bu narsa
soat deb turib, endi savol bo'layotganligi uchun soatmi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu narsa soatmi deyapti. Bu yerda ne degani bu tasdiqlovchi ha so'zimiz. Ha, bu narsa soat deb javob berishimiz kerak. Igoning ichiga yo'q. Bu narsa soatmi? Ne. Igoning shiga gapni yakunlaymiz. Yo'q. Bu narsa soat bo'ldi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'lyapti. Keyingi mashqni ko'rib chiqamiz. Keyingi mashqimizda bu endi aybga buyurmaysizlar, bu telefon deb tasavvur qilib turasizlar. Kitobda o'zlari rasmga olganligim uchun necha shunaqa chiqib qolyapti. Xo'p, endi bunda ham masofa nima bo'lyapti? Masofa ancha uzoq. Ana bu so'zini ishlatamiz. Chogonin. Hudepon bu telefon edi. Endi iye yo'yimiz gap yakunlovchi qo'shimcha. Chogonin hudeponiye tarjimasi anavi narsa telmi turib savol beryapti. Telefon apparatimi, telefon go'shagimi deb turib tarjima qilishimiz mumkin. Endi biz buni ha, u anavi narsa telefon deb javob berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ha deganimiz tasdiq so'zimiz nima edi? Ne. Chogonin hudepon endi gap yakunlaymiz. Yo'q. Chogonin hudepon yo'q. Ha, ana bu narsa telefon degan javob bu. Xo'p, kelinlar endi keyingi mashqqa. Keyingi mashqimiz bu ko'zoynak. Ko'zoynakni biz nima dedik? Angang deymiz. Bunda endi masofa biroz nimaroq, qo'l yetadigan darajada deb hisoblasak, bu holatda biz u degan ko'rsatish olmoshini ishlatamiz. Xo'p, endi kelinglar, savolini ham, javobini ham o'zimiz tuzib ko'raylikchi. Biz bu yerda yozishimiz kerak. U narsa ko'z oynakmi deb turib savol bilan tugatamiz va ha, u narsa ko'z oynak deb turib javob bergan bo'lamiz. Xo'p, u narsa deydiganimiz gonin. U narsa angang yo'q. Savol bo'ldi, so'roq bu yerda bor ekan, kitob o'qimaydi uzr. Gonin angang yo'q. Bu narsa nima? Ko'z oynakmi, ochkimi desa, endi ha deb tasdiq beramizda, ne. U narsa gonin angang yo'q. Ne. Ha, u narsa ko'z oynak deb javob bergan bo'ldi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Igonin, kigonin, chogoninlar bu ko'rsatish olmoqchi bo'lib, u narsa, bu narsa, ana bu narsa yonimizda turgan, biroz uzoqroqda bo'lgan va ancha uzoqda bo'lgan buyumlar. God narsa bo'layotganligi uchun asosan buyum, predmetlarni ko'rsatishda ishlatar ekanmiz. Ko'rsatishda va gap tuzishda. Xo'p, kelinlar endi shu nimaga aloqador bir dialogni o'qib tarjima qilib tushuncha olamiz. Xo'p, bu yerda ikki kishi nima qilyapti? Suhbatlashyapti. Xo'p, birinchi kishimiz bu Steven bu ism. Steven degan misol uchun inglizcha yoki amerikancha ism deb nima qilamiz. Keyingi suhbatdoshimiz bu Ajumoni degani, Ajumoni bu xola deyiladi. Asosan misol uchun ko'chada chaqiriladigan xola soatingiz necha bo'ldi? Xola qatiq bormi deymiz o'zimizni tug'ishgan xolamiz emas-u, ko'chadagi chaqiradigan xolalar. Xo'p, ikki kishini suhbatda bo'lyapti ekan. Endi ko'ryapsiz, Steven o'g'il bola bu Clint mijoz, Ajumoni bo'lsa xola bu
kassadagi odam, konstovarning kassasidagi sotuvchi ayol deb tushunsak bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda endi Steven aytayapti. 전자 사전 있어요. Xo'p, 있어요ni o'rganganmiz. 전자 사전 degani bu elektron lug'at degani edi. Elektron lug'at 있어요 deyapti. Elektron lug'at bormi? Elektron lug'at bormi? 전자 사전 있어요 desa endi Ajumoni xola 아니요 없어요 deyapti. 아니요 deganimiz inkordagi yo'q degani edi. 아니요 inkordagi yo'q. Endi 없어요 degani ham yo'q, bu faqat mavjud emas degan tarjimani o'z ichiga oladi. Mavjud emas. Yo'q deyapti. Xo'p, elektron lug'at bormi desa yo'q. Elektron lug'at yo'q deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Keyin yana Steven so'rayapti. 이거는 bugungi o'rgangan qo'shimchamiz bor. 이거는 한국어로 뭐예요 deyapti. Endi qaranglar, 이거는 biz bildik. 이거는 degani bu narsa bo'lyapti, bu narsa. Endi 한국 Koreya edi, 한국어 koreys tili bo'ladida, 한국어로 degani koreys tilida bo'lib tarjima bo'ladi. Koreys tilida deyapti-da, koreys tilida mo degani nima degani edi. Yeyo gapni yakunlaymiz. Koreys tilida nima deb savol beryapti. Bu narsa koreys tilida nima? 이거는 한국어로 뭐예요? Hop, endi xolani javobi chayeyo bo'lyapti. Cha degani bu jaz chizg'ich deydimi? Chizg'ich deydimi? Jazvar deymiz ba'zida, chizg'ich deymiz, lineyka deydi ruschasiga. Hop, endi yana Steven. 저거는 e'tibor beringlar, bugungi o'rgangan qo'shimchamiz. 저거는 연필이에요. 연필da bugun lug'atlarimizni takrorladik. Bu qalam degani edi. Hop, endi anavi narsa, 저거는 anavi narsa degani edi. Esinglarda bo'lsa, anavi narsa 연필이에요. 연필 qalam. Anavi narsa qalammi degan savol bo'lyapti. Biz endi Ajumoni xola 아니요 deyapti. Bu yana inkor qilyapti. Yo'q deyapti-da. Pulpenda ham bugun lug'atimizni takrorladik. Bu oddiy sharikli ruchka edi. Yo'q, pulpen yo'q, bu ruchka. Yo'q, ruchka deb javob bergan bo'lyapti. Xo'p, dialoglarda qanaqa ishlatilishini, bugungi o'rgangan qo'shimchalarimiz qanaqa ishlatilishini bir qator ko'rib chiqqan bo'ldik. Shu bilan bugungi o'rgangan igonin, chogonin, kigoninga bo'lgan mashq misollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Lug'atlarimizga e'tibor qaratishinglarni so'rab qolamiz. Lug'atlarda har darsda yozib borib, yodlab borsanglar o'zimizga manfaatli bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam keyingi darslarda yana g'oyibona ko'rishguncha mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda, yaxshi vaqtlarda ko'rishaylik. Annyeonghi keseyo.